va aytayaptiki, sizga ma'lumki, anna muholatata xalqi tujibu taxlid deyapti. Odamlarga aralashib yurish bu fasodni keltirib chiqishiga sabab bo'ladi deyapti. Haqiqatda odamlar bilan ko'p aralashishni zararlari ko'p deyishadi ulamolar. Shu odamlar bilan aralashgan paytda inson masalan maqtamoqchi bo'lgan narsani odamlarning orasida maqtanadi, o'zi bo'lsa nima kimga maqtanadi? Maqtanib masalan gunohga tushadi. Yoki birovni ayblasa ham, yomonlasa ham, masxara qilsa ham, g'iybat qilsa ham, shu odamlarning orasida bo'lgan paytda g'iybat qilib, masxara qilib gunohga tushadi. O'zi bo'lsa odamlar bilan aralashmasa, u narsaga qo'l urmagan bo'lardi. Yoki shu odamlar bilan aralashib yurib, birovni yomon xulqini o'rganasiz. Ittiba'u sarroqa deb qo'yishadi. Ya'ni tez, tabiat tez nima qiladi, ta'sirlanadi. Yoningizdagi kim bilan birga o'tiribsiz, shu masalan yoningizdagi sherigingiz doim xoxolab kulgan paytda shu soniga urib kuladigan bo'lsa, 2-3 kun o'tmay qarabsizki, siz ham shu xoxolab kuladigan bo'lasiz. O'shanda tabiat sizga o'tadi. Xullas borib yo odamlardagi o'sha yomon tabiatlar nimasidan, yomon xulqlardan ta'sirlanasiz, yo aytganimizdek yo riyo qilishlik shu odamlarning oldida bo'ladi g'oliban. Shu odamlarga ko'p aralashishni zararlari